Yine sizle so'ragan katta hovuz aynam topdik. Aynan siz uchun. Assalomu alaykum, Yakub House obunachilari. Enini 1860'a 21,5 metr kvadratda bo'lgan 400 metr kvadratda hovuz joy chiqdi. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Narxini aytib bering, srazu joy o'rin narxida turibdi. Bilasizlar, bu yerda 2 dona zakonnisidan hovuz joy ko'rsa bo'ladi. 2 etaj etib 900 milyon azgina kelishtirib beraman deb turibdi egasi. Yaqinlar birinchidan ko'rib chiqamiz. Bu yerda shuningdek katta dalon va avvalgi proyektlarni bilasizlar, katta tushadi hamma xonalari. Bu tomonimizda 1 spalni, 2 spalni, 3 spalni i zal bor. Bu hududimizga keladigan bo'lsak, tarafimizda banyasi bilan kuxnyasi i bog' tarafga chiqqan yeri. Yaqinlar yana takrorlab o'taman. 1860'a 21,5 metr kvadrat bu yerni azaytib ma'qul joy o'rin narxida yıkib 2 dona 2 etaş hovuz joy o'zim enini 59 metrliklardan 2ni tushirsangiz bo'ladi. Pastda nomerlar bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.